Men Shodiyeva Nasiba gravitatsiya usulida boyitishning cho'ktirish mashinalaridagi jarayonlari haqida videolavha taqdim qilaman. Cho'ktirish mashinasi gravitatsiyali boyitish mashinasi. Unda boshlang'ich material cho'ktirma g'alvirda suyuqlik yoki havoning vertikal o'zgarishlari ta'siri ostida ajraladi. Cho'ktirish mashinasi ikkita o'zaro aloqada bo'ladigan konsentratsiya bo'limidan va pulslanish bo'limidan tuzilgan. Konsentratsiya bo'limida minerallar ajraladigan g'alvir mahkamlangan. Pulslanish bo'limidagi mashina kamerasida to'ldirilgan suvning qaytma ilgarilanma harakatini bildiruvchi qurilma mavjud. Boyitiladigan foydali qazilmalar suv bilan birga g'alvirga tushadi. U mashina bo'ylab to'shama deb ataluvchi qatlamli bir tekis taqsimlanib tashiladi. Materialning g'alvirda joylashgan butun massasi hosilalar va jinslar to'shama deyiladi. G'alvirdagi teshik orqali yuritmagan tezligi bo'yicha, o'zgaruvchan va yo'nalishi bo'yicha ko'tariluvchi, pasayuvchi suv oqimi hosil bo'ladi. Ko'tariluvchi, pasayuvchi oqimlarning ko'p martali ta'siri natijasida to'shama qavatlarga ajraladi. Yengil minerallar ko'tariluvchi oqim bilan yuqori qatlamlarga chiqadi. Og'ir minerallar esa og'irlik kuchi ta'siri ostida muhit qarshiligini yengib, to'shamaning pastki qatlamiga to'planadi. Tashish suvining bo'ylama oqimlari hisobiga to'shama mashina bo'ylab g'alvirning boyitish mahsulotlarini qatlamlab tushirish sodir bo'layotgan tushirish oxiriga siljiydi. Mayda og'ir zarralar g'alvir orqali mashina kamerasiga yuklanadi. Eng yiriklari g'alvir bo'ylab siljiydi va g'alvir oxiridagi tirqish orqali tushiriladi. Yengil zarralar esa quyish bilan birga chiqarib yuboriladi. Shunga ko'ra, bunday aralashmani cho'ktirish bilan samarali boyitish uchun har bir sinfda kvarts va kassiterit zarralari diametrlari nisbati oshmasligi lozim. Qisilgan tushish sharoitlarida teng tushish koeffitsiyenti katta va tasnif shkalasining kengroq 4 dan yuqori olinishi mumkin. Cho'ktirma mashinalarini qo'llashning turli sharoitlari ko'p sonli tuzilma ko'rinishlar yaralishiga olib keladi.